Oyi, sariqligini ketkazmasak nogiron bo'lib qolar ekan. Fotolampa uyga chaqiraylik. Voy, qanaqa fotolampa? Biz ham bola katta qilganmiz, hech nima qilmaydi, o'tib ketadi sariqligi. Bolani sariqligini vaqtida davolamaslik nogironlikka olib kelishini bilarmidingiz? Bolani sariqligi 14 kungacha davom etsa, fiziologik hisoblanadi. Agarda 14 kundan ko'p sariqlik kuzatilsa, har xil asoratlarga olib keladi. Qondagi bilirubinni oshishi bu sariqlikka olib keladi va bilirubinni aniqlash uchun hozirgi kunda qon chiqarmay teri orqali aniqlaydigan maxsus uskuna bor. Agarda qondagi bilirubinni miqdori 50 dan yuqori bo'lsa, fotolampalardan foydalaniladi. Fotolampalardan to'g'ri foydalansa, bu bolalar uchun mutlaqo bezarar va qondagi bilirubin miqdori tushib, sariqlik tezroq ketadi. Fotolampalarni siz sotib olishingiz shart emas. Instagramdagi Fotolampa.uz sahifasidan siz uyingizga ijaraga olsangiz bo'ladi. Fotolampani ijaraga olishingizdan avval uyingizga borib pediatr bilirubin miqdorini aniqlab berishi hamda konsultatsiya berishi hozirgi kunda katta chegirmada. Fotolampa va konsultatsiya haqida to'liq ma'lumot olishingiz uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring.